Iwimonga yo. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi dars. Dunyodagi jamiki insonlar o'z hayotlarini yaxshilashlik uchun harakat qilmoqdalar. Qiyinchiliklarni yengishga va kamchiliklarni yo'qotishga zo'r berib tirishib, bugungi kunini kechagisidan yaxshi kelishlik uchun intilmoqdalar. O'z hayotini yaxshilashlik uchun intilish barcha insonga xos bo'lib, yashashlikdan asl maqsad ham shudir. Ammo ayni bir maqsadga erishmoqlik uchun insonlar turli xil harakat qilmoqdalar. Insonlarni hayotiga e'tibor berib qaralsa, ba'zilar hayotni, qiyinchiliklarni yengishni moddiy boylik bilan bog'liq deb biladilar va boylik orttirish yo'lida turli xil harakat qilmoqdalar. Haqiqatdan ham inson hayotining yaxshilanib borishida moddiy boylik ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Chunki inson tirik ekan, u uy-joy, kiyim-kechak va keraklik uy-ro'zg'or buyumlari kabi moddiy narsalar bilan munosabat qilishga majbur. Hayot uchun zarur bo'lgan moddiy narsalarsiz inson hayotda xotirjam yashay olmaydi. Axir issiq kiyimsiz, uy-joysiz sovuqda qolgan inson qanday ham xotirjam bo'la olsin. Shuning uchun ham ko'p insonlar hayotda savdogarchilik, dehqonchilik va hunarmandchilik qilib keraklik boylik topish uchun harakat qilmoqdalar. Xulosa qilib aytganda, hayot uchun zarur bo'lgan moddiy narsalarsiz ham baxtli hayot bo'lishi mumkin deyishlik nodonlikdan boshqa narsa emas. Ammo hayot faqat moddiy boylik bilangina yaxshilanadi deyish ham donolikdan emasdir. Chunki inson moddiy munosabatlar qilish bilan bir qatorda ma'naviy munosabatlar qilishlikka ham majburdir. Ma'naviy munosabatlar deb insonning boshqa insonlar bilan keladigan munosabatiga aytiladi. Masalan, otalik, do'stlik, qarindoshchilik va qo'shnichilik munosabatlari kabi. Garchi boylik insonlarning moddiy munosabati uchun asos bo'lsa-da, ma'naviy munosabatlarida boylik asos bo'la olmaydi. Chunki ma'naviy munosabatlarda hosil bo'lgan qiyinchilikni boylik vositasida bartaraf qilib bo'lmaydi. Bunga ko'p misollar keltirish mumkin. Masalan, biron insonni ota-onasi oq kelsa, yoki do'stlari tark etsa, yoki turmush o'rtog'iga xiyonat qilsa, uni vijdon azobi qiynay boshlaydi. Vijdon esa pul bilan oldi-soti qilinadigan narsa emas. O'tmishda ulkan podshohlarni ham ma'naviy qiyinchilikka uchraganliklari va butun mamlakat boyliklariga ega bo'la turib, ham uning davosini topa olmay o'tib ketganlari buni yorqin dalilidir. Xulosa qilib aytganda, ma'naviy munosabatlarda hosil bo'ladigan qiyinchiliklarni boylik vositasida bartaraf qilib bo'lmaydi. Ma'naviy munosabatlarda hosil bo'ladigan qiyinchiliklarni yengishning asosi odob-axloq bo'lib, qachon inson tuguri odob-axloqqa ega bo'lgandagina uni bartaraf qila oladi. Insonning ma'naviy munosabatlarni tuguri yoki notuguri bo'lishi uning odob-axloqiga bog'liqdir. Masalan, farzandning odobi deb farzandning ota-onasi bilan keladigan munosabatlarida o'zini qanday tutishiga aytiladi. Agar tuguri munosabatda bo'lsa, odobli. Aks holda odobsiz deb hisoblanadi. Ma'naviy munosabatlar moddiy munosabatlarni o'z ichiga oladi. Ma'naviy qiyinchiliklarni yecha olgan shaxsning moddiy tusiklardan o'tishi ham oson bo'ladi. Masalan, farzandini barkamol bo'lib o'sishini istagan otaning unga kerakli bo'lgan moddiy narsalar bilan ta'minlashligi tabiiy bir holdir. Shuning uchun ham bugungi kunda ko'p insonlar o'z hayotlarini yaxshilashlik uchun jamiyatda katta lavozimlarni egallash, tanish-bilishlarni ko'paytirish va obro' e'tiborga ega bo'lish uchun bor kuchini sarflamoqda. Ko'rinib turibdiki, insonlar bugungi kunda qanday harakat qilmasinlar, aslida o'zlarining moddiy va ma'naviy qiyinchiliklarini bartaraf qilmoqchilar. Albatta, har bir inson ham eng chiroyli moddiy va eng samimiy ma'naviy munosabatlarni vujudga keltirishlikni orzu qiladi. Biroq xayol boshqa-yu, hayot boshqa. Agar hayot insonlarning xayollariga mos bo'lib qolganda, yer yuzida bironta ham iztirobli inson qolmagan bo'lar edi. Aslida esa insonlar o'z hayotlarini yaxshilashlik uchun qanchalik urinmasinlar, ularning hayotlari
kundan kunga yomonlashib bormoqda. Bunday holatda insonlar o'tmishlarini eslab zavqlanuvchi va bugungi kunidan iztiroblanuvchi bo'lib qolmoqdalar. Kelajak haqida gapirmasak ham bo'laveradi. Chunki bugungi muammolar kechagisidan ko'payib borayotgan bir paytda qanday qilib porloq kelajak haqida gapirish mumkin? Albatta, hayotni yaxshilash uchun qilingan harakat o'z samarasini bermasa, har qanday inson ham kelajakdan umidsizlikka tushishi tabiiy bir holdir. Iztiroblarni bu kabi ko'payib borishi natijasida insonlar porloq kelajak bo'lishligidan umid uzib, zamon senga boqmasa, sen zamonga boq kablida yechim topmoqdalar. Ammo bu holat porloq kelajak bo'lmasligi uchun dalil bo'la olmaydi. Balki insonlarni maqsad sari o'z harakatlarini o'zgartirishi kerak ekanligiga dalolat qiladi. Toki bu o'zga harakat o'z samarasini bersin va insonlarni hayoti kundan kunga yaxshilanib borsin. Bunday harakatga erishmoqlik uchun inson hayotda yana bir munosabatni e'tiborga olmoqligi zarurdir. Bu munosabat bilan tanishib chiqaylik.